O'zaga nima uchun sizlardan uy olishimiz kerak? Boshqalardan nima sizlarning farqlaringiz bor? Bizdan berayotgan taklifimiz qolganligiga nisbatan 2 xonali xonadon uchun boshlang'ich to'lov atigi 10 million so'm va 30 million so'm bo'ladi. Oylik to'lovi bir xil 6 million 200 ming so'mdan chiqadi 65 oy mobaynida. Shu 10 million boshlang'ich to'lov korobka holatiga amal qiladi va 30 million boshlang'ich to'lov remontli holatiga amal qiladi. Xohlasangiz remontli olsangiz bo'ladi, xohlasangiz korobka. Hozir 65 oy mobaynida pul to'lab yuraveramiz, shunda 65 oydan keyin kiramiz uyga. Yo'q, 2028 va 2029-yil xonadoningizga kirib yashab turgan holingizda ham hech qanaqa summa o'zgarmagan holatda dalsha yana 6 million 200 ming so'mdan yashab turgan holingizda ham 2032-yilgacha o'zini pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Shunda umumiy 65 oyga rasulchi qilib bergan bo'lamiz. Aka, endi siz hozir bu taklifni mana bu 10-chi, 11-etajdan bersangiz kerak-da bizga. Siz xohlayotgan planirovkangiz, xohlayotgan etajingiz bo'sh bo'lsa qilib beraveramiz. 3-etajdan 16-etajgacha hamma uylarimizdan narxi bir xil. O'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Bo'lmasa menga bitta xonani, bir xonali uy qilib bering. Bo'ldi, aka, faqat hozir qilib bera olmaymiz. 12-iyun kuni yopiq Telegram kanalimizda 5 daqiqalik videorolik bo'lyapti. Bu hech qanaqa webinar yoki boshqa emas. 5 daqiqalik videorolik taqdim qilamiz. Erta batafsil ma'lumot berib o'tamiz. Siz o'sha videorolikdan ko'rib, batafsil ma'lumotga ega bo'lib, bemalol sotuv ofisiga tashrif buyursangiz, xudo xolasa 25 ta xonadonning ichidan bittasiga ega bo'lishingiz mumkin.